Mamlakatimizning xalqaro maydonda olib borayotgan gumanizm g'oyalariga asoslanuvchi faol tashqi siyosati bugun dunyoda O'zbekiston tarixi, buyuk allomalar ijodiy merosini o'rganish hamda tadqiq etishga qiziqish uyg'otmoqda. Misol uchun, UNESCOning Parijdagi qarorgohida 29-mart 4-aprel kunlari Markaziy Osiyodagi birinchi fotograf va kino ijodkori Xudaybergan Devonovga bag'ishlangan ko'rgazma bo'lib o'tdi. Uning ijodiy faoliyati aslida Xorazm tarixida alohida o'rin tutadi. Suratlarda aks etgan voqeliklar tufayli tarixning ma'lum davri, odamlarning yashash tarzi, ijtimoiy hayot bilan tanishish mumkin. Bu juda ham hayajonli. Boshqacha tuyg'u. Har qanday davrda ham iste'dod va izlanish o'z samarasini bergan. Havas va qiziqish ortidan boshlangan harakat, o'rganishlar Xudaybergan Devonov nomini birinchi o'zbek foto va kino operatori sifatida tarixga muhrlanishiga sabab bo'lgan. Bugun nafaqat xorazmliklar, balki har birimiz aynan bu san'at turining hududga kirib kelishi va rivojlanishiga sabab bo'lgan bu inson nomini faxr bilan tilga olamiz. Xudaybergan Devonov fotosuratga tushirish sirlarini mukammal o'rgangandan keyin Xivadagi bazmlar bo'ladimi, sayillar, Shig'irda suv chiqarish, kanallar qazilishi, Xivadagi tarixiy obidalarning suratlari, paxta yigirish, paxta terish, shu kabi suratlarni suratga tushirib boradi. Ichan qaladagi doimiy ko'rgazmamizga tashrif buyurayotgan o'quvchilarmi yoki bo'lmasa sayyohlarmi uning qilgan ishlaridan hayratlanadilar. Xudaybergan Devonov ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan Nurillaboy saroyidagi mana bu ekspozitsiyada ham turli suratlarda Xiva xonligi davri voqealari, odamlar hayoti aks etgan. Bu yerning yana bir jozibali tomoni mana bu yorug'lik bilan bog'liq. Agarda ekspozitsiyani aylanib yurib, mana shu nuqtaga kelib yorug'likka qarasangiz, Xudaybergan Devonovning portreti paydo bo'ladi. Bu ham uning izdoshlarining munosib ijodiy mahoratidan darak aslida. Endilikda ushbu noyob suratlar Parijda namoyish etilmoqda. Aslida bu ijodiy ish nafaqat mahorat, balki ziyraklik, o'z vaqtida holatni kadrda aks ettirish uchun epchilikni ham talab etadi. Birinchi o'zbek fotosuratchisi va kino tasvirchisi sifatida tarixda nom qoldirgan Xudaybergan Devonovning suratga olishga bo'lgan qiziqishi ortidan yuzaga kelgan keng qamrovli ijodiy faoliyati, xonlik davri hayoti, odamlar yashash tarzi, o'sha davr madaniyati va hatto marosim tadbirlari haqida bugungacha bizga qimmatli ma'lumotlarni bera oladi. Doimiy ekspozitsiyadan o'rin olgan xuddi shu burchakda ham aynan tarix bilan yana bir bor yuzma-yuz kelishimiz mumkin. Bu yerdagi video tasvirlar 1908 hamda 1937-yillarga oid bo'lgan Xudaybergan Devonov tomonidan tasvirga olingan ovozsiz ilk video tasvirlar. Bu yerga keluvchi mehmonlarni esa bu video tasvirlar albatta qiziqtirmasdan qolmaydi.